Qishloq joylarda bandligi ta'minlanmagan aholi uchun qish fasllarida tomorqadan daromad topish bu juda muhim sanaladi. Mingbuloq tumanida yashovchi Mehriniso opa Ergasheva o'tgan yili tuman davlat soliq inspeksiyasi ko'magida o'z tomorqasining bir sotxiga issiqxona tashkil etgan edi. Eng qizig'i, limonlar hosiliga kirgach, bir yilda 2 marotaba hosil olmoqda. Limonlarni Turkiyadan olib kelingan 5-6 ta qiladi. Endi qanaqa qiladi, qanaqa yo'q deb o'ylanib qoldik biz ham. Hammadaqa bo'ladimi, yo'qmi deb. Endi bu yilga kelganda mana ko'rib turibsizlar hosilini. Bu yilgi birinchi hosilimiz har bir tipidan 10 kilodan uzildi. 1 million oshiq daromad qildik. Bu qishga endi bizga qo'shimcha daromad hisoblanadi. Mana uyga kerak narsalar molimizga hashak oldik, g'o'zapaya oldik. Qarasangiz hamma narsa bo'lar ekan, qaramasangiz turaverar ekan. Xuddi shunday g'ayratli ayollardan qo'shni qishloqdagi mana bu onaxon ham mana sanoqli kunlardan so'ng Ismaloqdan ro'zg'orni uddasidan chiqsa bo'larli daromad ko'zlaganini aytmoqda. Zo'r, mana ba'zilarida ekdim, mana ba'zilarida ekib, mana hosilini olib, endi soatdan foyda ko'rdim. Endi mana sumalaqni mana foydasini Xudo xolasa yanvarda yangi yildan keyin Xudo xolasa undaqa qilaman, bozorga olib chiqaman. Mingbuloq tuman 4-sektor hududiga 10 ta mahalla biriktirilib, undagi 5575 xonadon bo'lsa, shundan 483 tasida yashovchi oilalar vaqtincha ishsizligi, nogironligi borligi va yoki yolg'iz boquvchisi yo'qligi sabab temir daftar ro'yxatiga kiritilgan edi. Shu yil pandemiya davrida jami 483 ta xonadon temir daftarga kiritilib, jami 808 ta fuqaro mehnatga layoqatli ishsizligi aniqlangan edi. 130 ta xonadon fuqaroga chok mashinalar, 110 dan ortiq xonadonlarga issiqxonalar qurish hamda 73 ta xonadonga chorva mollari, qo'yma chorva mollari yetkazib berib, shu fuqarolarning bandligini ta'minlashga erishdi. Albatta, ishsizlik masalasida tadbirkorlikka shart-sharoit yaratish va ularni qo'llab-quvvatlash natijasida yangi ishchi o'rinlari yaratiladi. Ekoturizm yo'nalishida barpo etilayotgan mana bu majmua foydalanishga topshirilganda 50 nafar fuqaro bandligi ta'minlanadi. Bir vaqtlar joy va sharoitlar yo'qligi bois faoliyatini rivojlantira olmagan yana bir tadbirkor sektor ko'magida shinam binoga ko'chirildi va ishchi o'rinlari soni ortdi. Dishida ishlab, ro'zg'orimizga hissamizni qo'shib, farzandlarimizga ta'minotini yetkazyapmiz. Sektor rahbarlariga, tadbirkorimizga katta rahmat aytamiz. Uzoqdan qatnamaymiz, uyimiz yaqin. Shayda ishlab, xo'jayinimizga yordam beryapti. Xolida Murodova bir vaqtlar o'zining birgina tikuv mashinasida mahalla ayollari ehtiyoji uchun ustki kiyimlar tikkan bo'lsa, hozirda 4 nafar shogirdi bilan yana qo'shimcha 3 ta tikuv mashinasiga ega bo'ldi. Kredit mablag'lari evaziga chok mashina olib berishdi. Yana ham imkoniyatlarimiz yaxshilandi. Oilaviy daromadlarimizga yana ham daromad qo'shildi, ishimiz tezlashdi. Endi Xudo xolasa shunchalik bo'ldi. Endi yana ham rivojlantirishga harakat qilamiz. Xolida xonadonining orqa tarafidagi bo'sh yotgan tomorqasiga 2 qavatli qilib zamonaviy chevarxona qurishni niyat qilgan. Buni qarangki, shu kuni 4-sektor rahbari unga tumanda tashkil etilayotgan kichik sanoat zonadan yer olishi va bino qurishi uchun imtiyozli kreditga ko'maklashishini aytib, yaxshi takliflarni berdi. Albatta, bunday ko'mak va takliflar ortida aholi bandligini ta'minlanishi, ularning turmush tarzini yaxshilanishi yotadi. Umida Qo'shoqova, Husniddin Hamidov, Zamon informatsion dasturi uchun Namangandan.